Assalomu alaykum hamkorlarimiz, mijozlarimiz, hammalarga xayrli tong bo'lsin. Allohim yana yuz ko'rishligimizni sizlar bilan nasib qilsin. Hammalarga bugungi kun faqat baraka, sog'lik olib kelsin, boylik olib kelsin. Mana bizning 16 do'konimizda lavanda va ko'k choyli ko'z pachlari bor. Bu ko'z pachlari sizlarni ko'zingizga nurafshonlik baxsh etadi va charchoqni oladi. Ochishinglar bilan bu qizishni boshlaydi. Bu qizigandan keyin o'zini ish faoliyatini ko'rsatadi. Nanotexnologlar bizga shunaqangi bir ajoyib narsalar yaratib berishibdiki, bundan foydalanmasdan ilojimiz yo'q. Kun davomida kompyuter oldida, telefon oldida o'tiramiz, lekin ko'zimizga parvarish qilmaymiz. Bu ko'zni parvarishi. Kelinglar, xarid qilinglar, biz xursand bo'lamiz. Biz sizlarni juda yaxshi ko'ramiz, hurmat qilamiz. Kelinglar.